Qadrdonlar, barcha yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektga kelganmiz. Xudo xolasa gullik qilib zinapaya qo'yib beramiz. Videoni boshidan oxirigacha ko'rsangiz, bitgan holati faqat bizning kanalda bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ysanglar, sizda qanday proyektlar bor, qanaqa chiqadi, gulli zinapaya quysa yoki oddiy zinapaya quysa qanaqa chiqadi, shularni bilib turasizlar. Albatta mehnatimizni qadrlab, mana bunday qilib bitta like bosib qo'yasiz. Qanunda videoni boshladik. Bitgan holatdan, tugagan holatda faqat bizning kanalda. Obuna bo'lib qo'ysanglar, qurilish bo'yicha videolarimiz bor. Bemalol kanalga kirib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Qanaqa chiqqanini o'zingiz guvoh bo'lasiz. Qani unda obyektdan tanishtiramiz. Mana ko'rib turgan joylar, xudo xolasa o'z zaspiyasini qilib qo'ygan ekan, tayyor qilib tashab qo'ygan ekan. Hozir biz o'zimiz kamkosini o'zimiz to'g'rilab, xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib beramiz. Bo'yi nechi, eni nechi deganlarga shu ko'rib turgan joylar balandligi 60 cm, eni 1.10 razmerda qo'yib beramiz. Xudo xolasa mana shu holatda ko'rasizlar. Ne chiqadi? O'zingizlar ko'rasizlar. Xudo xolasa bu yerga boshqacha qilib qo'yib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, buni ham bitgan holatini ko'rasizlar. Qani unda videoni boshladik. Qadrdonlar, mana shu jarayonimiz davom etyapti. Xudo xolasa zaspiyalarni tashladik, chiroyli qilib. Buni enini aytaman. Eni 1.10 razmer bo'ldi. Balandligi 60 cm bo'ldi. Shu ko'rib turgan joylar balandligi 60 cm bo'ldi. Ustiga nechundan qo'yib berdik desangiz, xudo xolasa bitgan holatini ko'rsatamiz. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, narxini ham aytamiz, xudo xolasa. Bu yerdan chiqib, qayerga tushadigan bo'ldi. Xudo xolasa bu yoqqa ham qo'yib beramiz. Bitgan holatini xudo xolasa ko'rsatamiz. Mayda qilib likelar bilan poddesh qilib tursanglar bo'ldi. Sizlardan hech narsa talab qilinmaydi. Albatta like bosib turinglar, akalar, ukalar. Ko'rgan bo'lsanglar, gulli zinapayamizni tagida 1 cm, tepada 1 cm guli bor. O'sha tepadagi 1 cm gulsiz qilib qo'ydik. Ko'rgan bo'lsanglar, tepadagi guli yo'q. Ko'rib turgan joylarga shunaqa qilib qo'yib berdik. Bo'yicha ham quymadik. Ko'rib turgan bo'lsanglar, endi quydik mana. Xuddi shunaqa chiqdi. Xudo xolasa juda ham chiroyli bo'lib chiqdi bu gulimiz ham. Ko'rgan bo'lsanglar, agar chiroyli chiqqan bo'lsa, albatta bir dona like bosib qo'yasiz. Xudo xolasa bu tomonini ham qo'yib oldik, chiroyli qilib. Mana bu yerdan chiqadigan bo'ldi mana. Bu tomondan chiqib, o'rtada razmerimiz 80 cm bo'ldi. Ko'rib turgan bo'lsanglar. Bitta narsani aytib ketish kerak. Zinapaya quydirishdan birinchi zinapaya quydirish kerak. Steyashga qo'yishdan oldin, bunaqa yerlarga steyashga qo'yishdan oldin zinapaya quyib olish kerak. Sababi misol
razmerda eng katta joyi bo'ladi. Mana shu shunday bo'lib qolmasligi uchun pastda qolib ketadi. O'shani ham hisobga olib qo'yasizlar. Birinchi zinapoya quyishni tavsiya qilaman, keyin stoyachkasini quyish kerak. Ba'zi yerlarda stoyachkasini quyib oladi-da, keyin zinapoya quyadi. Zinapoya keyin razmeri yo tepada katta bo'lib qoladi, yo pastda katta bo'lib qoladi, yo kichkina bo'lib qolishi mumkin bitta razmer. O'shani hisobga olib qo'yinglar, qadrdonlar. Xudo xolasa mana obyektimiz ham yakunlandi. Xo'sh, hozir chiroyli apparatga chiqarib, xudo xolasa shunaqa qilib bitgan holati, xudo xolasa. Hozir yana ozgina ish qoldi. Video davomida xudo xolasa. Endi barcha qiziq ustaga shu razmerda nech pul quyib berdingiz desanglar, yana bir bor razmerda aytaman. Balandligi 60, eni biri 10 bo'ldi. Ko'rib turgan joylarda metrini 300 ming so'mdan quyib berdik. Arzonmi, qimmatmi, kommentariyada, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Albatta kimgadir mana shunday ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilib, qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.